ikkita vaziyatga to'xtalib o'tishni xohlardik. Birinchisi o'sha Norchayev bilan bo'lgan vaziyat. Juda ko'pchilik izohlarda ko'ryapmiz, boshqa qilyapmiz, ko'pchilikni norozi bo'lgan tomoni men tushunmayman liga rahbari sifatida. Chunki uchrashuvdan keyin biz Namangan viloyati o'sha Navbahor futbol klubi rahbarlari bilan fikr almashdik. Bevosita Farg'ona viloyati hokimi bilan fikr almashdik. Professional sifatida birortasi hakamlikka nisbatan e'tiroz bildirmadi. Reglament bo'yicha hakamlikka nisbatan e'tiroz kiritadigan jamoalar bor. Bu narsa o'rganiladi, ekspertlar ko'rib chiqadi bu narsani. Ya'ni o'zini sohasini ustalari ko'radi. Liga bu narsani qo'yib qo'ymaydi. Chunki biza intelligentli futbol bo'lishdan, jamoalarga sog'lom muhit yaratib berishdan eng ko'p manfaatdor tashkilot bu liga. Mana shu vaziyatda men fikrim bo'yicha Norchayev umuman kerak bo'lmagan joyda mana shu ishni qildi. Ko'pchilik e'tiroz bildirgan vaziyatga o'zingizni yondoshuvingizni tushuntirib bering-da. Polada qanaqa shu vaziyat qanaqa menga sezildi. Ko'ryapmiz o'sha 8-raqam Ratinho. Bemalol Koptonga kontrol qilyapti. Buni maqsadi pas bermoqchi u. Hech qanaqa shu vaziyatda hech qanaqa xavfli holati yo'q. Men ham o'zimni keyingi fazasiga tayyorgarlik ko'ryapman. Qarasam Norchayev orqadan sakrab buni oyog'iga zarba beryapti, lekin oxirgi o'sha agar to'xtatib o'tsangiz o'sha oxirgi pallada u oyog'ini bukilib kontaktni yumshatadi. Qarab turing mana. Oxirgacha oyog'iga bormadi demoqsiz. Oxirgacha bormadi. O'shani ko'rib turib, sразу birinchi fikrim, конечно, sarkarchka u shunaqa. Ya'ni siz bu vaziyatda joyida ko'ra oldingiz. Takroriy lavhalasiz ham sizda birinchi xulosa bor edi dastlabki. Varga informatsiyani berib, u men bilan soglasitsiya qilib, aytdi-da, siz to'g'ri ko'rdingiz vaziyatni, endi sarkarchkaga loyiq vaziyat bu. Ya'ni VARda ishlayotgan hakam va sizning fikringiz bu yerda bir joydan chiqyapti. Ya'ni Jahon Kubogida ham bunga o'xshagan qator vaziyatlarni muhokama qildinglar, boshqa qildinglar. Mana keyinchalik baribir o'zingizni hamkasblaringiz bor. Liga o'zini fikrini beryapti, assotsiatsiya o'zini fikrini beryapti, OSFX ham o'zini fikrini beryapti va eng muhimi ikki jamoa ham uchrashuvga e'tiroz kiritmagan hakamlik bo'yicha. Ya'ni qayta ko'rib chiqqaningizdan keyin ham siz shu fikringizda mustahkam qola olasiz, to'g'rimi? Albatta. Tangani ikkinchi tomonidan ham qarashimiz mumkin-da. Liga sifatida tangani ikkinchi tomonidan qaraylik. Meni fikrimcha, agar shu yerda ikkinchi jamoani shunchaki o'yinda o'ldirib qo'yishni istaganimizda, bu yerda qizil kartochka bo'lishi kerak edi. Ya'ni Navbahor o'yin bilan boshlandi. Men bitta narsaga ham qoyil qolib aytishim kerakki, uchrashuvdan keyin Farg'ona viloyat hokimi bilan gaplashyapmiz. O'yinga to'g'ri yondash nuqtai nazaridan u ham aytib o'tganki, shunaqa hisoblagan o'zi uchrashuvning dastlabki 20 daqiqasida Navbahor katta bosim qiladi deb. Rostdan ham Navbahor katta bosim bilan bo'ldi, uchrashuvni yaxshi boshladi va hech qanaqa boyga Ratinho aytib o'tilganidek birga bir vaziyatga chiqib bormayotgan edi. Qanaqadir potensial hujum to'xtatilmadi. Yo'q joyda bu Norchayev xatosi va xatosiga yarasha o'zini kartochkasini oldi.